İpek Yolu Sadası.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季纳热提丝绸之路之声。 Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish chekli shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo chekli shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish chekli shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik chekli mas'uliyat shirkati xos tajdorligini olgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasi. Ben riyasatchi Umidvar Mahmud. Ben riyasatchi Zilola Mehmet. Hammamizga ma'lum, avtonom rayonimizdagi ko'zir programma Ipak Yo'li Sadasi, ijod, mehnat, san'at va madaniyatning iznolari mo'l, san'atning yildizi yashnagan, ko'ngillar shodlangan, qimmatli naqshlar to'plangan ko'zir programma. Shundoq, bu necha avlod yoshlarning sahnasi. Bu Tianshanning janub shimolidagi har millat xalq ommasining sahnasi. Shundoqla bu adabiyot san'at bilan oziqlanayotgan azizlarning ham sahnasi. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdorligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik cheklik mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa, programmamiz boshlashdan burun oldin xalqimizning ko'nglida hamda programmamizning to'ridan o'rin olgan shu ustozlar bilan tanishib o'tgan bo'lsak, qani, marhamat. Dağlıq sənətkar, dağlıq naqshchi. 8-qaror Ipak Yo'li Sadasi programmasining yetakchi ustozi Ömercan Alim ustoz, xush keldingiz, qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Dağlıq naqshchi, mo'l usulliq ijodiyatchi. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining yetakchi ustozi Adila Sidiq ustoz. Xush keldingiz, xush keldingiz. Birinchi qaror Ipak Yo'li Sadasi programmasi Mahmud Sulayman ustoz guruhining chempioni. Talantli naqshchi 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining yetakchi ustozi Zahirshah Abdumat ustoz, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Talantli naqshchi, mo'l usulliq ijodiyatchi, muzikant. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining yetakchi ustozi G'ojimat Qurbon ustoz. Xush keldingiz, ustoz, qarshi olamiz. Talantli naqshchi, alqishliq ijodiyatchi. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining yetakchi ustozi Jalol Anvar ustoz, xush keldingiz, qarshi olamiz. Talantli naqshchi, alqishliq ijodiyatchi, muzikant. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining yetakchi ustozi Abdusami Arkin ustoz. Xush keldingiz, ustoz, qarshi olamiz. Rayonimiz sutchilik sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Narat sutchilik cheklik mas'uliyat shirkati Narat Sabsuti mahirlarga omad tilaydi. Shundoq, hammamiz taqozolik ilkida 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasini to'rt ko'zimiz bilan kutgan edik. Mana endi hammamiz bir yerga jam bo'ldik. To'g'ri deysiz. Yoshlarning sahnaga, san'atga intilgan tuyg'ularini muhim bilib, mana bugun 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasini samimiyatimizni ranglab, arzu armonlarimizni tavlab, mehnatimizni pishiqlab oldinlarga qo'ydik. Yangi qarorning xushligi va hurmati hammamizga o'rtaq bo'lsin. Tuanda 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining yetakchi ustozi Zahirshah Abdumat ustozni sahnamizga taklif qilib, boshini so'z qilib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Salam, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar, naq maydondagi jafokash sahna orqasida xizmat qilayotgan rejissyorlar guruhisidagi, shundaqla suratga ilish guruhisidagi barliq xizmatchi xodimlar, shundaqla ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Bugun hayajon ilkida 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasini suratga olib o'tiribmiz. Shu munosabat bilan men bugun sahnada o'tirgan 6 ustozga vakolatan shundaqla
8. karar Narat İpek Yolu Sadası programımızdaki barlıq xizmetçi xadimlarga vakaleten naq meydandaki barlıq tamaşibinlarni, mahirlarni, şundaqla ekran aldidagi barlıq tuqqanlarni chin ko'nglimdan qizg'in qarshi olaman. Bugungi Narat İpek Yolu Sadası programmasininki cho'qim adil maydonda turib, yaxshi baholarni berib, zimmamizdagi mas'uliyat va majburiyatni to'liq tunib yetib, mahirlar uchun cho'qim to'g'ri baholarni berib, yaxshi to'g'ri yo'llarga yetaklashga va'da qilamiz va tirishimiz. Rahmat ustoz. Harmag'aysiz, rahmat. 8. karar Narat İpek Yolu Sadası programmasının xas tajdorligini o'z ustiga olgan Şinjan Narat Sütçülük Chekli Mas'uliyet şirketining bu qitimqi programma guruhimiz bo'lgan hamkorligining biz o'ylagandan katta va muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilamiz. Birinci dereceli mukofotga erishgan mahir Şinjan Narat Sütçülük Chekli Mas'uliyet şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. 8. karar Narat İpek Yolu Sadası programması hazır. Resmi başladı. Anınızı kadirlen, anısı var ademler. Dadınızı kadirlen, dadısı var ademler. Shaymanda yürümekte yetmeyenler kadrige. Bulup kalman ularda yarısı var ademler. Shaymanda yürümekte yetmeyenler kadrige. Bulup kalmam ularda yarısı var ademler. Yaxşı bolsun, yaman bolsun, köyüp bala utuda. Ensireydu her kaçan balısı var ademler. Varlık yirak bolsun mu, berip yoklap turaylı. İbret alsın işçide alısı var ademler. Anınızı kadirlen, anısı var ademler. Dadınızı kadirlen, dadısı var ademler. Biler bunu cayda
qadrlab onisi bor odamlar dadingizni qadrlab dadisi bor odamlar dadingizni qadrlab dadisi bor odamlar 223 numaralı bayırına sahnemize bayılıyor. Salam dostlar. Ben 8. Qara Narat İpek Yol Sadası'daki Elkut Rahmetcan buluman. Maqadim qatnışdık sebep olsa özümni bir sınab baxmoqchiyam. Meni qandoq kuydirdingiz ya Vısal kutib hasrat yutaman Meni qandoq kuydirdingiz ya Vısal kutib hasrat yutaman Günlerim gam, tunlerim alam Ko'chingizdan yig'lab o'taman Ko'chingizdan yig'lab o'taman Yig'lab o'taman Tesellik, ne aramlik tapılmazdın bulunmazdır sen Detto arkadaş, detto Hoşlaşkanca mende hoşlanlık azabınız bulmakta migman Ne tesellik, ne aramlik tapılmazdın bulunmazdır sen Hoşlaşkanca mende hoşlanlık azabınız bulmakta mihman Günlerim gam, tunlerim alam Ko'chingizdan yig'lab o'taman Ko'chingizdan yig'lab o'taman Yig'lab o'taman Köyükten cebrini bilsem Tikmez idim sizge gözümni Kim döşeydi Eydin söz desem Sizge itamıgan sözümni Bu köyükten cebrini bilsem Tikmez idim sizge gözümni Söz desem sizge itamıgan sözümni Günlerim gam, tunlerim alam Ko'chingizdan yig'lab o'taman Ko'chingizdan yig'lab o'taman Yig'lab
ötümen Rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Cheklik Mas'uliyat Şirkati Narat Sapsiti mahirlarga omad tilaydi. Salam İpek Yol Sadasidagi barcha ustozlar, sahnosida o'tirgan barcha tomoshabinlar. Men G'uljidan kelgan Alqut Rahmatjondan sizlarga o'ttiq salom ali ehtirom. Mening kasbim bo'lsa, o'zim xibbi jo'ng yikida shuni bitagan. Naqshiga o'zim qiziqman. Maqatim saknaga chiqishdagi maqsadim bo'lsa, shu o'zimni bir sinab boqay deb saknaga chiqqan. Güzel. Qara ashkisining aqsa o'tirgan. Nishqasi birindan berildi, ashkisi shun bo'yicha turib. Feyze. Peyze, saqam shunda chiroyli aytding. Hozir tor dunyosi. Asosan hammamiz bir-birimizni bir haqiqatimdan ko'rib baqqancha, masalan, mush yangi chiqayotgan Naqshbandlar deymiz. Mayliq inimning doyinsini men ko'rgan. Bu mush gitar shilab, mushunda qalbab naqshlarni ajoyib chiroyli aytdi, mushunda puroq talab qildigan, mushunda go'zal naqshlarni. Rahmat. Men sening finsirim. Feyze bizmi? Şo'yurlib qo'shiq kutibsan-da. Azroq jiddilashib qoldi bu inima. Azroq jiddilashib qoldi, lekin hissiyotingdan biz biladik. Seningki yana qandaq narsalarni qila oladiganligini-chi. Bilgachga biz burildik. Yanıma yaxshi. Ala burildi mi, o'rildim juma? Ala burildi mi, o'rildim deyman. İkisi bir gap o'xshash. Burilish degan u Asli burilish to'g'ri. Bo'pti, endi sen qolganimda Xo'ja ag'inimiz bilan o'xshash chataq chiqmaydi. Hab Samiya akang, Jalol akang mening o'zimning do'stlari, men u ikkisining do'sti. Hab Samiya ikkimiz bir ishxonada. G'oljidan deding a? Ha, G'uljidan. Munda nemisi naqshning o'rnini qarasam, Jalol sening naqshlaringni qarab anglabdi bu yigit. Yaxshi joyida aytdi bu enim. Rahmat malim, rahmat. Bak qiyinlik darajasi bor naqshgancha mama. Anglamamdi deb Jalol. Ma hozirgi aytgan naqshsiga nurg'un ovoz ketdi ekan-chu. Nafas nashinayt joy deb ma'misa aproq yetak yetkilolmaydi. Rahmat malim, rahmat. Qanunda bo'lsa, Bizning guruhga tanlashingiz. Amsa mening tanlashim Sol tarafda. Buldu apa buldu. Acaba yaxshi turib qoling, mangmanda qaygadash. Shu opam stakir degan shagi mangdim do'konga. Shagi mangdim do'kon stilish uchun mana Naratning sabsuti va cho'nglarga mos keldi. Peyze tabiiy. Mana ballarga Newtondagi bor, mango tamdagi bor. Sen shunaqa qalbazor vermay mushtaqirpa. Ha, bo'ldi adash. Ma'qul, rahmat sizlarga. Mangaylayapsan. Narat Hamra guruhi. İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suyunu... Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan mahirimizin rədd nömrəyi 182. Yaxşımısızlar köpçülük. Mən 8-ci qarar Narat İpek Yol Sadasının mahiri Arafat abla. Özüm Kordi şəhərdən bu qitim İpek Yol Sadası programı qatnaşdiki səbəbim bolsa, özümni bir sınab baqqım gəldi, sınab beqish maqsadi gəldim.消失的光陰身在風裏，彷彿生不起再面對。流浪也只你在伴隨，也如秋吹。天真的聲音已在減退，彼此為着目標相距。凝望夜空，揾一是誰？
領去心中疲累。嚟忘掉錯對，嚟懷念過去。直共度患難日子，總有樂趣。不心說會絕望，不感覺到憔悴。在美夢力見證，每日拼命進取，奔波的風雨裏，不羈的聲與醉。所有故事只能發生漂泊歲月裏，風吹過已靜下，這心已在還睡，讓眼淚已帶走夜憔悴。消失的光陰身在風裏，彷彿生不起再面對。流浪日子你在伴隨，遙遠憔悴。天真的聲音已在減退，彼此為着目標相距。凝望夜空，往日是誰領去心中疲累。嚟忘掉錯對，嚟懷念過去，直共度患難日子，總有樂趣。不心想會絕望，不感覺到憔悴。在美夢裏競爭，每日拼命進取，奔波的風雨裏，不羈的聲與醉。所有故事只能發生漂泊歲月裏，風吹過已靜下，這心已在還睡，讓眼淚已帶走夜憔悴。嚟忘掉錯對，嚟懷念過去，直共度患難日子，總有樂趣。不心笑會絕望，不感覺到憔悴。在美夢裏競爭，每日拼命進取，奔波的風雨裏，不羈的聲與醉。所有故事只能發生漂泊歲月裏，風吹過已靜下，這心已在還睡，讓眼淚已帶走憔悴。Rayonimiz sütçülük sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Narat Sütçülük Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Narat Sabsüti Mahirlağa amət tiləydi. Xoş, özünü bir tunuşturuyub inim. Salam ustozlar. Özümün ismi Arafat abla, Korla şəhərdən gəldim. Qarşı alınmaz. Siz adat Uyg'urcha naqshlarni yaxshi aytamsiz yoki xanzurcha naqshlarni aytamsiz? Uyg'urchami, xanzurchami aytatdim, mani sinab teojan qilib Uni ustiga mandaksa, surat ishdik, tekstleri zijroq kelgan naqshlarda shu sal qiynaldi uni ustiga. Agar jinjonlashib qolsa, nafas ustiga o'rilib olsalar, tekstlar joyi-joyida o'rniga tushamay, ovoz o'rnini tutib turolmaydigan ahvol yuz berdi. Sal kendilik bo'lib qoldi. Lekin musobaqa jarayonida bunda ishlarning bo'lib turishi normal. Mencha normal. Uni siz hozir qo'rqmaylam. Shunday bir tasvir naqshini aytyapsiz, menimcha sizniki shu qaysarligingizni bildirdi. Lekin men o'rlanmay qoldim. Zahirjahni o'rligindan ben xush bo'ldik. Siz chiqib qolmadingiz sahnadan. Zahirkam o'xshaydi kam tikturni. Sapdan chiqib qolmadingiz yaxshi. Naqshni shunday yaxshi aytding. Avval naqshan bilan qarshi olamiz. Andan keyin ustozlaring aytgandek ancha-muncha egizpastliklar bor. Uni biz o'ngishmaymiz qilamiz ham buni. Shu. Biz o'ngishaymiz deb o'tiryapmiz. Shunlashqa o taraflardan xotirjam bo'l. Unda bo'lsa kelsang hech kim talashanmaydi, mana udillam bizningki ishtil darvozalar kirkitsa. Kela. Uni ustiga choch pasunimiz o'xshaydi ekan, qara mendek kelsa. Kela. İpek yolu sadası, suyunun yok şidrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suyunun yok şidrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası. Odaş, keş çoğunlar yoxlap gelmiştim, nime basam bula? Yadaş, ben Narat'ın hesap üstüne ağaç bulmamdık.
Çoğunun işçiге şunda kolaylık. Ha, noratma bu. Hey, acaba yaxşımışın lapasam bu da kiraz. Ay. Bolsan kuşdek yaşar, yaş bolsan yaşdek yaşar. Kuş bolsan kuşdek yaşar, yaş bolsan yaşdek yaşar. Kökte uçar daima, yasıl alma tam kaşar. Kökte uçar daima, yasıl alma tam kaşar. Yer tigdiğin ismini anla, seni doğursa bulan idanla. Kökte uçar daima, yasıl alma tam kaşar. Alsan kaddimni tek, lan tasmağa şikitek. Kürmüsüz bulsan meyli ülüpsük bulmay, şundala bulmaz ulun kiçik. Bulbul konsa berginge, at yığılsa derdinge. Royi ali er bulsan, bəxit kunar bəxtinge. Royi ali er bulsan, bəxit kunar bəxtinge. Royi ali er bulsan, bəxit kunar bəxtinge. Yer tigdiğin ismini anla, seni doğursa bulan idanla. Kökte uçar daima, yasıl alma tam kaşar. Salam, ustazlar, naq maydanda o'ltirayotgan barliq aziz qarindoshlar. Bu qatim men do'stim Ag'inam Muxtar Bug'ra tekst bilan inimiz Asqar Muxtar ijodidagi Erdek yaşa temisiga bu naqsh bilan 8-nji navbatlik İpek yo'li taklif qilingan barliq ustozlarga salam yo'llash, hal so'rash bilan birlikda bu qaror qatnashgan barliq mayirlarga addiqini so'g'amini kelib qoldim. Rahmat.
Salamat bulan. Değiş pilotu mu emergency'ni gören? Oşur qari ağinam rahmet sana. Acayip bir yeni nakşidan birini ip kepse bizge hepimizge medet verdin. Rahmet. Rahmet sana da. Tamam rahmet. Barlık. Sabah etmek üzere. Rahmet. 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 Salam. Oşur Qarka, aldı bilen İpek Yolu sahnesiga xush keldingiz aka. Ustozimiz her yili bizni İpek Yolu sahnesidagi barcha ustozlarni qo'llab turyotidi. Biz yosh yetilayotgan naqshchi birodarlarga ham mushtaq madadlarni berib kelyapsiz. Ömrünüz uzun, işleriniz katta olsun ustoz. Rahmet. Ustozimiz bu shirkan mushaga chiqib hammamizga madad berish, jumladan mayirlarga madad berish yusidan keldim deganda ajoyib xush bo'lib ketdik. Yurkimiz sep ketdi ustoz. Qizg'in qarshi olamiz, hayajonlandik. Abdusami do'stam degandek tiningiz salomat bo'lsin, ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmet. Shunchalik xush bo'ldik, rahmat aka. Eng yaxshi naqshidan nadir asardan birini elib bizga bizning huzurimizga sunganingizga shunchalik huzurlandik. Bundan keyingi ishlaringizning texmi barkat yaxshi bo'lsin. Teningizning oltin teningizningki yaxshi texmi Altın teningizning texmi sog'lom bo'lishini umid qilman. Ömrünüzün uzun bo'lishini bizning baxtimizga, san'atimiz uchun ömrünüzün uzun ham yaxshi bo'lishini chin dilimda umid qilman aka. Rahmet. Salam. Oşur Qarka, xush kelibsiz. Sizni ko'rsam yoki naqshlaringizni anglasam, meningki mushu san'at kasbiga tunji qadam qo'ygan vaqtim esim keladi. Men sizningki shu bir naqshingiz bo'ldigan, kimni ko'rsang so'zim bor deb qilaverma deydigan. Men shu naqshingiz bilan shu naqshini aytib, men mushu san'at hayotimni boshlaganda men. O naqshning ismi Nasihat. Nasihat. Şunlaşqa sizlar deymiz, ustozimiz yani Ömer akam deymiz, bizningki sevimli san'atkorimiz Mahmud akamlar deymiz, Abdullah Abdurahim ustozlar deymiz. Sizlar qatorliq nurg'ulg'an ustozlar mening nazarimda, mening qalbimda mayli xalqning bo'lsin, bizningki yuragimizga, qalbimizga bir besilib ketgan bir tomg'ida bizga. Sizlar bir hesapda bizningki san'atimizdagi Cüşing gigani cho'lpon deb qo'yamdik. Rahmat. To'nashqinimiz salomat bo'lsin. Texidimmi yosh turing, shunday shosh turing, davomli o'riqlab aka. Rahmat. Yaxshiliklar o'rtoq bo'lsin demaylinga. Rahmat. Mankaga o'xshaydi. Sen ko'p qolding. Rahmet abisiyim. Rahmet dikkat. Bir tal gülümüz var. Rahmet. Köp taraflimilik. San'atkor desek, mana mushu qarni desek bo'ldi. Rahmet. Mushu qarninki bizningki xalq naqshlarimizni voyaga yetkizib urullash sharpiga bir olqish beraylik qarindoshlar. Rahmet. Mushu qarninki kino, televiziya san'atiga qo'shgan to'pisi uchun bir olqish beraylik. Rahmet. Mushu qarninki ijodiy naqshlarni voyaga yetkizib urullab kelayotganligiga biz yuragimizdan dastonlar yozaylik. Rahmet. Mushu qarni haqiqiy qirliq san'atkor desek bo'ldi. Bu san'atkor degan mush qalpoq nurg'un bizning bolalarımızga yoki boshqa san'atchi bolalarga sal oldirab kiyilib kelyapti-ku. Haqiqiy san'atkor desek mana shu qardek odamni san'atkor desek. Rahmet. Şunlaşqa shu qarninki bizning musanimizni oddiy ko'may bizga madad bergin kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Olqishlar davomli sana bo'lsin. Rahmet.
Növbəti 508 numurluq Mahir səhnimizə çıxsın. Salam, men 8-ci qara Narat İpek Usadası qatnaşqan Mahir Firdəviz. Mening qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimni sinab biqish. Vədə berib dərd qoydun yalğız Ömürlükdə yoldu qoydun yalğız Vədə berib dərd qoydun yalğız Ömürlükdə yoldu qoydun yalğız Yatның uyga kelin bulup ketdi yar Men divane ot küydüm yalğız Yatның uyga kelin bulup ketdi yar Men divane ot küydüm yalğız Toylarımga baralmayman Emdi seni görelmeymen Sana barım birelmeymen Kaldım yalğız men yegane yalğız Toylarımga baralmayman Emdi seni görelmeymen Sana barım birelmeymen Kaldım yalğız men yegane yalğız Eslersen o billi yürgen külleni Şu gecide vədiləşkən sözləni Eslersen o billi yürgen külleni Şu gecide vədiləşkən sözləni Bir gün bana mümkün buldu bevapa Körmey emdi aldaydıgan közleni Bir gün bana mümkün buldu bevapa Körmey emdi aldaydıgan közleni Toylarımga baralmayman Emdi seni görelmeymen Sana barım birelmeymen Kaldım yalğız men yegane yalğız Toylarımga baralmayman Emdi seni görelmeymen Sana barım birelmeymen Kaldım yalğız men yegane yalğız Kaldım yalğız men yegane yalğız Kaldım yalğız men yegane
yalğız. Rayonimiz sütçülük sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirkəti Narat Sabsüti Mahirlağa amad tiləydi. Salam ustazlar, ismim Firdevs, Böğürtlerden geldim. Tas kaptım cuma ben yana tas kaptım tulağını. Ma Firdevs men tanıştıray. Bu men bilen bir mele. Oqara. Narın bulaqlıq deyil. Narın bulaqlıq. Men bilen bir kenetde bu işimiz cın seyralıqda hem de tigimiz. Bu benim qarşalımız. Muşu sana aldı bilen çıraq yandığı ustazlarga rahmet ettim sana vakalten. Endimişe tamaş bullamış şundaq ilhamdan berip çavaklan çepnim qıldı. Endi meyadisini biz tanımasaq selep o boq turvasak o yağançılık oldu. Şunda emasmı? O tabii bulmaydı, tabiisizlik buludu. Sen rastçıl boldu. He. Şu bu inimde bek qarşalımız bunu tuncu qıttım seni çıkışı hesapta. Yaxşı. Bu mesela börtlarda ali restoran dip aldımı tüzük nakşa etmeydi. Bu küçük bala tağı. Çıkmış ya da şu bek qoğan küttü. Avazdılar. Ama avaz tüse yengsiz bek çıraylı. Çıraylık ki. Ma Yaşar'ın naksa, bizim Yaşar Memtimen. Avazımı Yaşar'nınki oxşap qaldı ki azırak. Ben bundan ki rastımını deyim köngülümdekini ço. Bu inimninki naqsı bir kuplet menipip ikinci kupletni başlagan vaqtida malaqı özümning tunji qitim İpek Yolu programmasi qatnashgan vaqtim esimga keldi ço. Avazıdan qo'qqab turib aytayotganligi chiqig'liq. Men ayni vaqtida men ashunda qo'qqab turib ovozim titrab turib aytgan. Ammo hisiyating, naqshi o'rindash ishlaring shunda joyida inim. Rahmat. Qag'ina G'o'ji akang degandek, shunda payzi keyin bara yaxshi bo'lib ketadi. Jalal akang bilan Abdusami akangni men Şüplam ben bir şüplam öğrettim. Çünkü bunda bu bizlerinki bazen nakşçı braderlerimizge kaysı grupa kırdıgallıkına nakşanlarını anlap boğandan kiyilla ma grupinki kende de bilimiz şu ustaz öğrülsün ya ki öğrülmüsün öğrülgenden kim bolsun biz Hem de sizler yaxşı aytayotgan tursanlar, baribir ustozning gruppasiga kirib ketdi deb o'rilmay o'tirvasak, biz qilayotgan ishimizga yaxshi olmaydi degan. Yaxshi olmaydi. Biz buni ishni to'g'ri qilmagan bo'lamiz. To'g'ri. Sizmi to'g'ri qilmabsiz hamsa? Madad Yusuf'un bo'lsa-mu, ko'pincha ustozlarni besiytirgan ish bo'ldi. Yoki o'zimiz o'rilib nim qiladigan ishlar bo'ldi. Shunlashqa hargizalik kallanglarda besim bo'lib qolmasin. Qolgan keyingi yo'llarimizda mayli G'o'jininki gruppasiga kirgan yoki mening gruppamga kirgan yoki bularning gruppasiga kirgan yana mush programma tugagandan keyin mushadagi barliq moyirlar, barliq do'st birodarlar yana aka ukalardek, ini singillardek bir tuqqan qarindoshlardek mush kasbda qanday ishlar bo'lsa, ha u deyishib bir-birimizga mush kasbda cho'qim yaxshi yo'llarni menib ketamiz inim. Rahmat Naqshanga. Sizlarga rahmat. Jalol bilan ikkilanib turib qolgan boychu dastlabda. Lekin Zoirkam kelib besiyotdi. O yaxshi oldu. Bizningki talab qilgan bizninkalik ikkilanishimizga sabab nima desa, asli buning bir shirdek bir ovoz bor ekan-chu bu inimizda. Faqat shu vuduq bir kontrol qilvasi bo'ldi degan bir umid orzularimiz bilan saqlab tursak, ancha basada besiyotdingiz. Bu yaxshi bo'ldi. Bu inimiz shunda chiroyli o'rindaydi ekan. Endi qolgan naslni shu tajribani yakunlash orqali o'zaro o'rganish orqali yetaklanib ketadi. To'g'ri. Endi Çakırını kışık bana etmez. Endi asosli qarorini chiqasiz bo'lar endi. O'zing chiqarsa qarorini. Sizning tanlashingiz? Mening tanlashim Narat. Adaş dostumuz Munira ağırıp qaptı, nima yapmasak bo'lar? Albatta, Naratning bo'ljurgan tamlik substitutini ep barayilchu. Bu sovg'atlik qilishga ham yo'qlab berishga ait aplik, ta'min ait fayzi.
Acep yaxşı. Maalesef. Marat Okucimet Kurban Ustaz Grup. İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. 1690 numaralık Mahir sahneye çıksa. Yaxşımsızlar köpçilik. Mən 8-ci qara Narat İpek Yolu Sadası programısının mayeri Muniradan hamalağa otluq salam. Bu qitimqi programı qatnışdık məqsədim özəmninki naqş cəhətlik alaylıqını cari qoldurub beqiş. Həm özəm sınab beqiş məqsəd qatnaşdım. Tırışçanda birisi çıktı. Bir editine. Gülücüler her yer Kademim kadeden Nurticiler her yer Tebessümde tatlım Gel azizim canım Okşaşı Sığındı mihrimni Utanmayma asla Basmayın. Bu yaşta çekimli Gelgin sen navat, sen navat, sen navat canım Ağzımda şerbet bulup gel Gelgin sen navat, sen navat, sen navat canım İşkımda berhat bulup gel Gelgin sen navat, sen navat, sen navat canım Ağzımda şerbet bulup gel Gelgin sen navat, sen navat, sen navat canım İşkımda berhat bulup gel Ağzınız taraf beyle buldum. Yıldızlarday, ayday Asmanımda parpar Mecnun talday, sumbulday
Rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat sütçülük cheklik mas'uliyat shirkati Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Yaxshimisilar ustozlar, ekran oldidagi ko'rilmalar. Aqsudan kelgan Muniradan hammalarga o'ttiq salom. Mamu funk uslubdagi naqsha. Endi bu yilgi moda uslubning ichidagi funk kirdi. Endi buningki tempisi tez bo'ladi. So'zlarniki orlig'i intayin zish bo'ladi. Naqshiga qo'yilgan talabda ham buningda povfali bo'lish kerak. Dib ilg'imda kuch bo'lish kerak, badanda portlab turadigan. Andan keyin shu ig'iz so'zga tez bo'lish kerak. Andan keyin nayt o'zini qo'yib erkin hissiyat bilan o'rindaldi. Hozir bu qiz mening naqshamni yeb-yeb birga bir o'rganibdi. Men hayron qoldim. Birga bir o'rganibsiz shunaqla. Shunday qilqi men bekchapalik aytdim bu naqshini. Sirab o'mi deb shunaq sizga bir xilam rahatlam aytibdingiz, shuni hayron qoldim. Bek yaxshi aytdingiz, sana muborak bo'lsin. Sen tamtirib, men qat'iy es qilmadim tamtirganingizni. Kay ko'goy deymiz, siz so'ziningki mush naqshining 5 ham o'zingizga qaratdingiz. Bu bek tasambek muhim ish. Yo'q. Başqa ustozlarning gaplarini anglab boqaylik. Mush naqshini duttavla aytgan bo'lsa, aksiga sizni kasmush naqshini duttavla aytkiz boqamiz. Tambirni aralashtirib. Tambirda bu funk chaqili bo'ladi. Mening anglashimda shunda joyiga yetdi. Ha, yaxshi. Joyiga yetdi. Endi ilqi maqtash bilan birga ham ancha-muncha aybimizni azroq bildirsak bo'lmaydi. Azroq gram pengo men qolgandek, lekin mas sizningki mas sendiki o'rindash qiyofatingiz, kayfiyatingiz ani besib ketdi. Shunlashqa bizningki Amra guruhimizni qarshi oldi sizni. Men nim deyman, men talışaman deb tursam Ömerkam Adilaga berishni umid qilma deb beribdi sizni. Mehrigul deb bir sonimiz bo'ldigan oldingi qarorda aytgan bu naqshini. Men xuddi Mehrigulni ko'rgandek bo'ldim, Adilani ko'rgandek bo'ldim. Keynimizni qilib o'tirib va shu kuchmisrani anglablar men birinchi bo'lib o'rildim sizga. Qog'inni o'zingiz bilan ham Adilaning naqshini, hamda Adila o'z dedi. Men bak qiynalib aytdim, siz mundal qilib aytdingiz. Bizning guruhlarga kelsangiz boshqa naqshlarni aytib baqsaq bo'ldi. Masalan, falan olsangiz. Milliychi naqshlarim yaxshi aytman. Mening o'qiganim shu Minzu Chanfa o'qigan. Mana mana. Siz navatdek naqsh aytgan qiz bo'lgansiz juma. Cho'ng olqish bo'pti bu naqsh aytganda. Biroqla mundaq Yenkep R&B'ning ishchiligi funkini tanlash degan xeyli jurak ketadigan ish narsa bu. Bektas u funk degan. Aytib baqa. Bunda qilaylik qarang. Uy, navat. Mana sizning natijangiz nima degan vaqtda Ömercan akam boshliqida 5 yil ma'lumning hammasi sizga o'rildi. Bu sizning yaxshi bir natijangiz. Adil odamning uslubida ovozingizning tusi, yingsisi, shunda o'xshaganlikda aytib qilib berdingiz. O'sha ma'lumlarga avay Ömercan akam chaqchaq qilib, men Adilaga tavsiya qilma dedi. Chaqchaqmi yerim maqsad bo'ladi hamda 50% bergan bilan 50% ko'ngil unmalarlik o'ziningmi. Nimishqa desa har birimizning guruhida shundaq sizning talantliq o'quvchilarning bo'lishini hammamiz umid qilamiz, shundaymi emasmi? Ko'pqirliq bo'libmi? Shu qaysi guruhga bo'lsa kirib, shu guruhni bir yo'lab qo'ygan bo'lsangiz rahmat. Tanlang bo'pti, qo'rqmay tanlang. Har bir guruhga kirsangizmi, shu har bir guruhga kirsangizmi, amaliyotda bizning guruh kirganga o'xshashlam. Hamda o'rgatadigan uslubimiz o'xshamasligi mumkin, xolos. Qo'rqmay tanlang. Lekin yana mening guruhim kirishingizni xohlaydi. Mening eng oxirgi tanlashim Birinci dereceli mukofotga erishgan mahir Şinjan Narat sütçülük cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Narat Adilasidir. Keling.
İpek yolu sadası, sürgünün yok şiirası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sürgünün yok şiirası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, sürgünün yok şiirası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sürgünün yok şiirası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünün yok çiğrası. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünün yok şiirası. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Qadim İpek yolida jaranglaydı qo'ng'uroq. Ketarkan dalaga kuy naqshimiz